Qaranglar, hozir bitta ikkita attraksionga uchiraman, ayanga aytasizlar, uchmagan attraksionimiz qolmadi deysizlar. Tushundingmi? Charchab ketdik, bo'ldi degani uchun ketdik deysizlar. Tushundingmi? Haydinglar. O charxalaqlar nech pul? 20 ming so'mdan har bitta bolaga. Muncha qimmat. Buni boriga baraka, buni yekusiga 15 ming so'm beraman. Ha, yarimlari kelganda to'xtatsang ham maylimi? O'zimiz amallab tushib olamiz. 15 ming? Ay, bayramdan keyin ham yashash kerak-ku, biz bitek o'tirmaymiz-ku. Mana odi yekung bo'lib jeysan, tamoqlang og'riydi. Yeta agar tamoq og'rida yana rasvot. Hayda jur. Öf qama menga. Hayda. Bu otlarning nech pul? 12 ming so'mdan har bitta bolaga. 36 ming. Burg'on turish rasvotga bo'lardi. Dream Park'larga varshiga yo'q, maza qilib berdi. Undan ham zo'r tomoni bor. Dream Park Pepsi bilan hamkorlikda sumalak show uyushtiryapti. Ozgina konsertlar bo'ladi. 3 kun. 20-mart kuni Ziyoda keladi. 21-mart kuni Jahongir Poziljonov. 22-mart kuni Mustafa hamkorligida katta gala konsert bo'ladi. Olib keling bolalarni. Zo'r konsert bo'layotganda, ertaga nima qilingmi? Yo'q. Ayalanyapsizmi? Ha. O'zi yaxshilik bilmaykansizlar. Uchmagan attraksionlar qolmadi bor-ku, men jemagan narsalar qolmadi. Qismay qilibman, baribir ayang yaxshi ko'rasan, men